12 bab Burhan Bey. Tillaxon akisi ketgandan keyin o'zicha jimg'ur bo'lib, uydan taloq ancha chiqib ketmadi. U ertadan kechgacha akisi Pashaxon bilan birga yurib kunib qolg'ashqa, yolg'iz o'ltirish nihoyat tasga to'xtayotdi. Uning ustiga Pashaxon ukisi Tillaxonga bekli ko'ynatdi. Soğuk qish kunlari Pashaxon kechasi necha qitim uyg'onib, Tillaxonning yutqinini yo'gab qo'yatdi. Yaxshiroq yemekliklarni uchratganida uningga alaydan alg'ash keladi. Tillaxon bularning hammasini nihoyat yaxshi biladi. Shun u akasiga bekli inoq ijil bo'lib ketgan edi. Tillaxon bugun atgan o'rindan turib, masjidga chiqishning oldida uydagi joy namozda o'ltirib, akasining tinch amon qaytib kelishini Xudodan tiladi. Tushga yaqin ko'ktat va go'sht sotib olish uchun bozorga aldirab chiqdi. Chunki uyni odamsiz qo'yishga bo'lmaydi. Tillaxon qassobdan go'sht olib etib, uning qo'lidagi gazetdan Pashaxonning suratiga o'xshabroq ketadigan bir parcha suratni ko'rib qoldi. U qanaga qistirib qo'yilgan gazetni qo'lga olib, Vladimir ismli rus yigitning tutish buyrug'ini o'qigach, general Girgorovichning o'lim xabarini tafsiliy ko'rib chiqdi. Tillaxon bu gazetni qassobdan o'tni olib, yanchiqqa qatlab solgandan keyin cheksiz xushallik ichida go'shtni olib isqirtqinicha uyga qaytib keldi. Akam aslida meni deb bu xatarga tavakkul qilibdi-kanda. Jinim aka, manga qilganlaringizni qachon yondirib bo'laman? Meni ansirmisin deb manga haqiqiy ahvolni aytmabdi. Ulug' Allohim, seni menga o'z panohida saqlag'ay jinim aka. Qachonmi qaytib kelasan? Tillaxon uyga kelganda eshik ochiq turadi. Tillaxonning yuragi qartdi qilib, ushqandek yugurib hujraga qaradi. Uy ichi ratlik, suputiga gilam bo'lsa, shu bit turadi. Uning yuragi biroz o'rniga keldi. U mehmonxonaga chiqib qarab baqdi. Hech kim ko'rinmaydi. U akasi Pashaxonning kelganligidan gumon qilib, kulib og'zi qo'liga yetdi. Shu an qo'lidagi narsa keraklarni tashlab qo'yib, akasi doim mukib oladigan o'g'zidagi kaptarxonaga yugurdi. U shu baldoqlarning ikkisini bir alg'anchilik qilib o'ziga chiqdi. Akasi Pashaxon kaptarxona oldida qo'lida bir tal küçük so'langan qapazni tutib, ukisi Tillaxonga qarab illiq kulib turadi. Tillaxon yugurib berib akasini chang quchoqladi. Ondan ovoz chiqarmay o'ksib yig'lab ketdi. Pashaxonning ko'ziga mo'llida yosh kelib, ukisini bag'riga chang bosdi. Kechda uy ichi qizib ketgan edi. Balalar Pashaxonni o'zining homiysi deb biladi. Uningga cheksiz hurmat qiladi, uni nihoyat yaxshi ko'radi. Chunki Pashaxon bu yetim balalarning suyida eqib, o'tida kuyib yurib, balalarning bugunini barpo qilgan edi. U azaldan balalarga qapoq turib qarmaydi. Savoq berganda achchiqlamaydi. Yomon ishlarni ko'rganda ko'rmasga soladi. Qish kunlari balalar ba'zida o'zlarining navbatchiligini unutib yoki o't qalashga g'ururlik qilib yetib olsa, Pashaxon o'zi chiqib o't qalab beradi. Demak, balalar bu atamandan bekli rozi edi. Ular bugun Pashaxonning uyga paydo bo'lganligini ko'rib, boshqacha xushal edi. Necha kundan beri shaharda bo'lgan yangi ishlarni og'ziga tegmay, Pashaxonga hayajonlanib so'zlab ketishdi. Qubdan namozidan keyin bir kun ishlab erib charchagan balalar laydak uyquga ketishdi. Pashaxon bilan Tillaxon hujrasida uxlamasdan paranglashib yetib-atadi. Aka, u ablahni qaltis joylabsan, dedi Tillaxon akasiga past ovozda kulib turib. Qanda bilding? Pashaxon yotgan yerdan o'rilib, ukasining chiroyiga qaradi. Gazetdagi Vladimirga toza inchikilab salsam, san azroq o'xshab qoldi. Tutish buyrug'ining mazmuniga qarab baqsam, yiliq ablahning o'lganligini debdi. Buni sendan boshqa hech kim qamlashtirolmaydi.
Tutish buyruqidagi suratdan boshqalar meni tunib qoladigandekmi? Yo'q, mumkin emas, aka. Men sezginimga boshqalar hargiz tuniy olmaydi. Tutish buyruqida saqchilar seriq chechang bilan o'ng yuzingdagi cho'ng xalingni bakroq ta'riflabdi. Seni sepi o'zidan kasbiy qotil, hatto kichik bolalarni ko'rsimi, ikki putini yirib tashlab ketadigan vahshiy alvasti deb ta'riflabdi. Xabarini qilg'uvchilarga beradigan pulning ko'pligini demamsan texi. Hukam, men bir ishni his qildim. Bundan keyin har qanday ishni keyinga tortmayli. Demoqchi bo'lganim, Әтіден башлап, бұрадарlar аяқ майлайдыған ішіні қыммысын. Біз әмді әрекетілінәйлі. Aka, seningcha biz tек kichik emasmi? Yo'q, ukam. Biz o'zimizni sinab baqdik. Bizning qo'limizdan keladigan. Jon degan qosh bilan kirpikning oraliqidagi narsa. Biz endi saqlamayli. Men buni iliq ablahning dachasida his qildim. Qandoq deysan, aka? Yiliq kuni Jakov Peryavish degan ablah g'azab bilan zalga kirganda ochchig'idagi qo'lidagi tapanchani menga tanglab bo'lib tushirib oldi. Qo'rqib arvoyim 40 gaz o'rladi degina. Uning etvetishidan qo'rqdingmi? Ha. Men shu chaqda birinchi bo'lib seni o'yladim. Seni qayta ko'rolmasligimdan qo'rqdim. Bolalarni ko'rolmasligimdan qo'rqdim. Yana qilishga tegishli nurg'un ishlarimni qila olmasligimdan qo'rqdim. Undaqda biz burun deyishgan ishni rostila boshlamdik. Biz atila harakatni boshlaylik. Men Moskvada bularning bir materialini ko'rib qoldim. Ba'zi atalg'ularning ma'nosini keyin lug'atga qarab tushundim. Ular bizning boyligimizni bulash bilan bo'ldi qilmabdi. Pashaxon o'zidagi iliq maxfiy materialni bugun samonxonada qayta ko'rib tushunolmagan atalg'ularni ruscha, turkmancha lug'atga qarab chiqib, uning mazmunidan qisman xabar topgan edi. Lekin bexatarlikni o'ylab, materialning kelish manbai uni qayerga yushirib qo'yganlik to'g'risidagi tafsilotlarni Uksitilla xonga aytmadi. Demoqchi bo'lganing aka, bu bir maxfiyatlik ukam. Pashaxon eg'zini Tillaxonning qulog'iga yaqin akilib aytdi. Insonga tinma. Yilqi vabo esingda bormi? Ha, yilqi qitimdagi kishilar butunlay qirilib o'lib ketgan, ko'zini seriqlik qoplab ketadigan vaboni demsan? Ha. Sen bizni mushunda qora yetim qilgan ashu vabo shu. Bu kasalni asli ruslar taqib tikan emasmi? Voy xudoyim, mushunda xishmi bormikan texi? Nimancha qo'rqinchliq. Sana deydigan nurg'un gaplarim bor, ukam. Biz bularni keyin deyishayli. Hozir atki ishlarni maslahatlashib olaylik. Ular yarim kechagacha kusuldashib, ishlarni qaytadan planlab chiqishdi. Ondan ko'ngli aromiga tushgandek bo'lib, uxlab qolishdi. Әтіс әтігенді Pashaxon balalarni yig'ib, buningdan keyin oyoq maylamchilik tijoratining o'rniga boshqa tijorat qiladiganligini, balalarning angacha badanchini uqtirish mashqi ilib boradiganligini aytib, ularni shahardagi bir rus tantarbiya o'qituvchisi ochgan jambozlik tarbiyalash kursiga olib berdi. Ikkilan bo'lsa, amdiki nishonini shaharlik soqchi idorasining boshlig'iga qaratdi. Chunki bu muttaham ruslarmisi o'zining imtiyozidan foydalanib, turkmanlarning ruslarning istibdod hokimiyatiga qarshi erkinlik uchun elib borgan turli isyon bixlarini turkumlab qirmoqda edi. Uning ustiga Pashaxon singlisi Barnaxonning ishini, shundoqla ustozi Akbarxonning o'limini texcha unutmayotdi. Shuni u har qatim chekkisidagi totiqni ko'rganda, bu qari itni qandoq joylashni o'ylaydi. Ikkalan bu shaharlik soqchi idorasining boshlig'ini 2 haftaga yaqin kuzatdi. Uning uyi soqchi idorasining ichida bo'lib, darvozani qarovul askarlar bakchang saqlag'achqa, uning uyiga kirib qo'l selish xatarlik edi. Pashaxonning beshi intayin qaytib Mush tapdi u Girgirovishning dachisidagi yilqi 2 tal tapanchadan birini bo'lsa-mu elib olmaganligiga qattiq pushaymon qildi.
Ular har xil usullar orqali idora boshlig'ining yurish-turish ahvolini bo'shashmay surishti qilib, oxiri muhim bo'lgan bir yip-uchiga erishdi. İdara başlığının qarmaq bilan beliq tutuş havisi kuchli bo'lib, har haftaning oxiri yoki 2 haftada bir qatim ko'lga qarmaq tashlash uchun shaharning atrofiga joylashgan egiz yorliqning ostidagi cho'ng ko'lga mashinaliq boradi. Ko'pincha vaqtlarda idoraning siyosiy komissarini birga elib oladigan bo'lib, siyosiy komissar yoshda idora boshlig'idan kichik bo'lsa-mu, pay kasallikda uchiga chiqqan turkman saqchi yigit edi. Uning Ostona xalqiga qilgan askiliklari idora boshlig'ininkidan nechasi ortiq chiqadi. Shu sababdan idora boshlig'i bu g'alchisini e'tiborlab yanada ko'tarib yuradi. Bugun kungi shanba bo'lib, ko'k osmonda bulutlar laylashib, quyosh ko'zni chaqnatib o'tadi. Pashaxon bilan Tillaxon ko'lning atrofida tayyorlikni puxta qilib oldi. Ash vaqti bilan yiroqdan bir kichik soqchi mashinasi ushqandek to'pi o'rlatib kelib, yorliqning oldiga kelganda tuvanga tushadigan yo'lga kirish uchun suryatni ostilatdi. Mashina yorliq ichidagi to'polon kelgan yilon bag'ri yo'lida birdan mang'andan keyin ko'lning bo'yiga yaqinroq yerdagi sugatning ostida to'xtadi. Aslida mashina ko'lning bo'yiga bora olmaydi. Lekin bugun ko'l bo'yiga boradigan kichik yo'ldagi do'ng'oq sugatdan 3 tupni birsi qiyirishqandekla kesib yo'lning o'ttirisiga tashlab qo'ygan edi. Shuning bilan siyosiy komissar Bakir Badi mashinani yo'l bo'yidagi daraxtning soyasida to'xtatib qo'yib, butun laquluqlarni o'shnisiga ortib, idora boshlig'iga puklanganicha oldida yo'l boshladi. Tush vaqti bo'lganda Bakir Badi mashinaning yoniga kelib, uning ichidan yeydigan, ichadigan narsalarni taxlab, idora boshlig'ining oldiga elib mangdi. Asrga yaqin ularning beliq tutish xumari bir oz besildi. Shuning bilan ular asbob va saramjonlarni ko'tarishib, qaytish uchun mashinaning yoniga keldi. Ular mashinaga chiqib, mashinani o't oldirib qo'zg'atib edi, mashina obdan mang'anmadi. Bakir Badi mashinaning mengishidagi normalsizlikni his qilib, darhol mashinadan sakrab tushib, biroqla oldi-keyni chaqlarning har biridan birdan bo'lib, ikki paychaqning tangli yerilib chiqib ketganligini ko'rdi. Astagfirullah ma ishni. Boyi texsaq turib edi. Birdamda yil qolmabdi ya buning. Dedi Bakir Badi beshini qashlab idora boshlig'iga do'plat qilib. Undaqda zapas chaqni tez almashtiring komissar, dedi idora boshlig'i uning gapini yaxshi tinglamay uningga buyruq qilib. Shu ikkili payning chiqib ketibdi desizlar boshliq, dedi Bakir Badi boshliqning oldida tamtirab. Sizlar xafa bo'lmay mashinada birdam o'ltirib tursizlar. Men idoraga ushqandek berib bir mashina tepib kelay. Buni bizning bolalar bir nima qilib elib ketsin. Tez bo'ling komissar, meni saqlatmang. Qatqini turdi haromzodi rus boshliq. Siyosiy komissar Bakir Badi oyog'ining tushib qolishiga qaramay ushqandek shahar tarafga qarab chepib ketdi. U mushu yugurishida biror soatlarda aran shaharga kira oladi. İdara boshlig'i xamsimiz odam bo'lganligi uchun mashinaning ichida qizishib o'ltira olmay yerga tushib, yonidagi sugatning soyasiga kelib o'ltirdi. Odam to'nurdek qizib ketgachga, uning ustiga bular akalgan suyni ichib to'kib bo'lg'achqa, idora boshlig'ini usuzlik tutib ketayotdi. Dal mushchaqda yiroqdan 16 yoshlar chamadagi sahrolik bir bola velosipedning keyniga ichiga liq muz qachloqliq bir puluqni chang bog'lab, velosipedni jiringlashguncha yetib keldi. Puluqdagi muz parchalari tomuz issiqda erib ketgachga, puluqdan chapildab suv eqiyotdi. Bola udul idora boshlig'ining yoniga kelib to'xtadi. Idora boshlig'i puluqdagi muz parchalariga qarab, qurigan lavlarini tamishdi. Bola buni sezib, idora boshlig'iga turkman tilida gap qildi. Buncha issiqda bu yerda o'g'ir tutib soqchi tog'a, dedi bola boshliqqa kulib qarab. Yo'qol haromzoda, dedi boshliq turkman tilini buzgan holda bolaga qarab qapig'ini turib. Puluqimdagi muz parchasining ichida inglizlarning qutuliq ichimligi bor. Muzdek bo'lib ketdi. Jiq pulga sotaman, olamsiz, dedi hayyar bola qashanglik bilan hijib.
İdara başlığı İngilizlarning ichimligi deganni anglab, balaning yeniga santirilib berib, qiliqsizlarcha qo'lini puluqqa soldi. Muz parchasining arsida rastilla 4-5 quta Coca-Cola ichimlik turadi. İdara başlığı ixtiyorsiz kulib ketdi. U yanchiqini aqtiribla bir tutam pulni elib, balaga sunib berib, ikki qo'li bilan puluqdagi qutuluq ichimlikdan 4 qutini qo'liga oldi. İdara başlığı balığımı qaramay, sugatning tuyugi berib, bir quti kolani ko'tirib ichivetdi. Bala bo'lsa, kulgunicha velosipedni yetilab, başlıqning nersiga berib qarab turdi. İdara başlığı quruq qutini cho'rib etib, yana bir qutining og'zini echib edi. Heliqi muhojirlar mehmonxonasida kuyib kul bo'lib ketgan yekchashma savdogarning kunini ko'rishga boshladi. Uning beshi qayib, ko'zi to'rilishga boshladi. U yonda o'ziga qarab turgan velosipedlik baliq bir nima demoqchi bo'lib, og'zini echibmi baxti-yu, lekin o'zini qattiq uyqu tutib ketgachga sugatga yulinibla xo'rakka tushib uxlashga boshladi. Pashaxon aslida heliqi o'lja olgan uxlatish dorisidan yomonroq bir xil dorini tepib, uni suvda eritib, ishpiriz orqali qutining ichiga mangdirgandan keyin yengni izini sham bilan etib, bu ichimliklarni tayyor qilgan edi. Birdamning ichida yiroqda mukib turgan Tillaxon yugurib keldi. Pashaxon velosipedni yoniga tashlab qo'yib, Tillaxon bilan ha-hu deyishib, cho'shqadek samirib ketgan idora boshlig'ini nihoyat tezlikda mashinaga chiqardi. İdara başlığı mashinaning kayni o'rindig'ida singayan bo'lib uyqusini uxlayotdi. Pashaxon uning yenini aqtirib, tapanchasi bilan g'ilobga tizilgan zapas o'qni qo'yniga oldi. Angacha Tillaxon yaqin yerda yushirib qo'ygan bir bak benzinni ko'tarib keldi. Ikkalan atrofga toza bir qarab etib, insa jinni ko'rmagandan keyin bakdagi benzinni avval mashinaning ichiga, ondan idora boshlig'ining beshiga bulduqishib to'kishga boshladi. Bakdagi benzin tugdi. Pashaxon sarangidan bir talni vashshida yiqib, mashinaning ichiga tashlab qo'yib, velosipedni yetlab, darhol shahar tarafga qarab mangdi. Angacha Tillaxonmi yerdagi 4 tal qutini terib olib, izini o'chirib bo'lgandan keyin umu aksining kaynidan kulgunicha yugurib mangdi. Ko'zni yumib ochqicha bu talantli russaqchi amaldori kuyib kul bo'lib ketdi. Ikkalan yer ustiga amdi chiqib bo'lay deganda gum qilgan qattiq bir ovoz anglandi. Ular yer ustidan pastga burilib qarab edi. Rahmatli idora boshlig'ining mashinasi osmonda salyut bo'lib parvoz qilyotdi. Pashaxon bilan Tillaxon bir-biriga qarashib ma'nilik kulishdi. Ular amdi mengishga tamshilayotganda, nihoyat yiroq joyda shahar tarafdan bir kichik saqchi mashinasining o'zlari tarafga ushqandek kelayotganligini ko'rdi. Pashaxon yenidagi taq ko'zlik durbunni elib, yiroqda kelayotgan kichik mashinaga zan silib qarashga boshladi. Ukam, heliqi Badixon degan munofiq ekan. Qarasam yolg'izdek turdi. Planni o'zgartayli. Pashaxon shundoq degach, necha oyning oldida turkman saqchi yaqinlaridan o'rgangan bo'yicha qo'yindagi tapanchani o'qlab batlagandan keyin belining kayniga qaytadan chinqistirdi. Mashinani to'sayli. Yolg'iz bo'lsa, mening ko'zimga qara. Navoda ikki odam bo'lib qolsa, chandurmay ketamiz. Mashina yaqinlab keldi. Tillaxon plan bo'yicha qo'lini chiqarib, mashinani to'sdi. Tez suratdagi mashina tuyuqsiz to'xtag'achqa, to'pichang yo'lni bir olgan edi. "Nima gap?" deb to'g'di Bakribadi, chiroyini purishtirib, nihoyat mug'ambarlik bilan. Pashaxon mashinaning yoniga yugurib kelib, mashinaning yon aynikidan ichiga sap soldi. Bakribadi yolg'iz edi. "Saqchi aka, darhol mashinadan tushing, pastda chatoq chiqdi", dedi Pashaxon jiddiylashgan bo'lib, chiroyini bir qismi qilib. "Nim chatoq chiqdi?" dedi Bakribadi mashinadan tushmay, hakovurlik bilan ularga sap selib qarab. "Avval tushib qarab beqmi? Mushundoqli mangsangiz ular sizning mashinangizni ko'ydirib yetadi." "Nima?" Bakribadi mashinaning o'tini o'chirib, nimish bo'lganligini bilib beqish uchun yerga sakrab tushdi. "Beshingizni past qilib, yarliqning ostidagi ovu joyga qarab beqing. Hammani bilsiz, aka",
dedi Paşaxon, xuddi o'qdan ehtiyot qilgandek beshini yerga egib. Bakir Badi zodi nima ish bo'lganligini bilolmay yondagi Tillaxonga qarab edi. U Paşaxonni do'rab, zo'ng bo'lib o'ltirib, beshini lang'ishtirishga boshladi. Shuning bilan Bakir Badi engishishga majbur bo'lib, yenidagi qurolini batlab tayyor qildi. "Yuring aka, o yerdan hammani ko'ra olasiz. Beshingizni past qiling." Paşaxon shundoq degunicha yerda imlaklagandek yerning levi taraf qarab yo'l boshlab mangdi. Tillaxonmi uni do'rab yerda o'milab mangdi. Bakir Badi beshini past qilib, yerim ingishgan holda ularning kaynidan ergashdi. Va yerning leviga kelib, o'zidan yiroq ham cho'nqur pastdagi mashinaning yalqinjab kuyayotganligini ko'rdi. "Apla, bu nima shamdi? İdora boshlig'ini ko'rdinglarmi?" Bakir Badi g'al-g'al titrab bolalardan so'radi. "Uni bir necha aylan tutib olgandek qildi. Ana aviyada." Paşaxon pastdagi ko'rish tas bo'lgan bir chatqonliq yerni ko'rsatdi. Bakir Badi Paşaxon ko'rsatgan yerni ko'rish uchun yerning leviga texim yaqinlashish kerak edi. U sal oldiga surilib, pastdagi chatqonliqqa zan selib qarashga boshladi. "U yerda hech odam bordek emas-ku. Ana, obdan qarang, oldingizga sal suriling, ondan ko'ra olasiz." Bakir Badi yana oldiga surilib, zo'ng o'ltirib, qo'lini peshonasiga ekilib, chatqonliqqa sinchilab qarashga boshladi. Paşaxon fursatni g'animat bilib, Tillaxonga qarab shundoq ishorat qilib edi. Bakir Badining kayinda tayyor bo'lib turgan Tillaxon uni kuchimayla egizdan yarliqqa domiltib etdi. Bakir Badi bu egiz yarliqdan pastga varqirg'inicha qumchoqdek tushib ketyotdi. Paşaxon yerning tuyiga sinchilab qarab, pastdagi jegdilikda uning o'lik chashqandek yotganligini ko'rdi. Aniqki u buncha egizlikdan hargiz musoq tusha olmaydi. Tillaxon qo'lini qiqib, aqsiga qarab po'chilik qildi. Paşaxon uqsining bu qiliqidan kulib ketdi. Ular Bakir Badi degan munofiq ablahning tasodifiy tirik qilib ishni buzib qo'ymasligidan, shundaqla uning qo'ldagi tapanjani o'lja elib olishni o'ylab, quyundek pastga yugurib tushib ketdi. Al-Xoini Bakir Badining og'zidan qon aralash mag'zab chiqyotdi. U ko'zini ochib, past ovozda bir nimalarni deydi. Uningga yurak bo'ladigan amroq tapanjasi bo'lsa, uningdan necha metr nerisida to'pig'i milinib turadi. Ko'nilarning askiga o'lim yo'q deb aytganidek, yerning tuvi yumshoq tubi bo'lg'achqimi, bu ablah texchi nafasdan qolmagan edi. Paşaxon uning tirikligini ko'rib, belidagi tapanchani elib, uni uzitib qo'ymoqchi bo'ldi. Lekin Tillaxon buni ko'rib, uni to'sdi. "Aka, bu munofiqqa o'q bekor qilmayli. Chorasini men hal qilay." Tillaxon yanchiqini oqtirib, do'kondan setib olgan, texi ishlatmagan plastik xaltadan 3-4 ni qo'lga elib, 4 xaltani biroqla yerda ko'zini poltaytib yotgan Bakir Badining beshiga kiygizib, bo'yni tarafni cho'gilitib, yimchigib etdi. Bakir Badi oldingi hafta texi siyosiy jinoyatchilarni qiynab iqror qildirishda xizmat ko'rsatgan Turkmaniston tavalligidagi 1-darajalik qahramon soqchi bo'lib mukofotlanib, rus amaldorlarining qattiq maqtashiga erishgan edi. Uning shu chog'dagi mag'rur gavdisi mana endi o'tqa tushgan qildak to'lqinishga boshladi. Birdamdan keyin u put etishdan to'xtab, shuk bo'lib qoldi. Paşaxon uning qo'l beg'ishidan tomirini tutib yiqib, Tillaxonga qarab beshini lang'ishatdi. U allaqachon beshiga yo'galgan plastik xaltadan tunjiqib o'lib bo'lgan edi. Tillaxon uning beshidagi qon yo'q xaltaning hammini elib, mijiqlab bir qo'lga tutib olgandan keyin yerdagi tapanchani elib aksiga asta sundi. Amaliyotda Tillaxonning tapanchani o'zining qilib olg'usi bor edi. Paşaxonmi uksining o'ziga hurmat yusidan tapanchani sunayotganligini bilib, tapanchani uksiga qaytirib berdi. Tillaxonning og'zi qulqiga yetdi. Ular yiroq joyda bir kimlarning bu yoqqa kelayotganligini ko'rib, darhol bu yerdan g'oyib bo'ldi.
Şəhərlik сақчы idarəsinin başlığı və siyasi komissari Bəkri Bədinin içinişlik ölümü bütkül Türkmenistan'ı zil-zilga selivetdi. Çünki bu Sovet İttifaqının atalmış azad qılınğan rayonlarda yüz bergen, şundaqla bu rayonlarning hakimiyet qatlamidagi yuqori dərəcəlik əməldarlarının tunji qitim qaslab öldürilish vaqasi idi. Uning ustiga Astana shahri bu Türkmenistanning iqtisodiy markazi shahri hisoblanadi. Erkinlik, hürlik üçün, vatan, mustaqillik üçün az sondagi uyg'ongan Türkmen erkakları har qaysi joylarda ruslarga zulmga, tengsizlikka qarshi harakatlarni davomlashtirmoqda edi. Ruslar qo'lida temirning sunuqi bo'lmagan bu millatni dahshatli holda bostiradi. Ularning erkinlik uchun qilgan harakatlarini vahshiylarcha tinchitadi. Ruslar bu zamonda hech qanday tap tortmasdan bir gunohkorning beshini kesish uchun ming gunohsizning beshi kesilsin mayli degan shuarni o'ttirib qo'yib, buni qonunlashtirayotgan edi. Bir qatim Turkmanistonning ma'lum bir viloyatida 30 necha yigit o'qimishliq bir diniy zotning yetakchiligida ruslarning hokimiyatiga qarshi inqilob qo'zg'ab, shu joydagi rus askarlarining qurolini tortib olib, ularning haybasini yerga urdi. Ruslar buni besiqtirish uchun o'zining sarxil ilg'or harbiy qismlarini ishga solib, inqilobchilar bilan tog'da 3 kech kunduz jang qilib, bu ishni aram besiqtirgan edi. Bu ishlardan xabar topgan qo'shni viloyatdagi Burhanbek ismli bir turkmen katibay o'zining davlat ichidagi savdo yo'lini rivojlantirishni ko'zda tutib, rus askarlaridan hol so'rab, nurg'un qalqoylarni so'yib, ularga sovg'a qilgan edi. Rus taratqullari buni butun Turkmenistonga jar silib va tashviqot qilib, xalqning kallasini qaymoqtirib etgan edi. Rus yuqori qatlamidagi kishilar bu mashhur kishini qabul qilib, uning bilan ko'rishdi. Shunday qilib, bu Kattibayning yo'li ochilib, boyligi bargan sir avib, Turkmenistondagi tangdoshsiz bir boyga aylanib ketdi. Butun gazetda shuningdan bo'lak gap bo'lmayotdi. Bir kuni Tillaxon sirtdan bir parcha gazetni ko'tarib kirib, akisi Pashaxonning oldiga tashlab qo'yib, qapqini turib o'ltirdi. "Yana nima ish bo'pti?" dedi Pashaxon gazetni qo'liga ilib qaragach. "Burhanbek degan bu munofiq terisiga patmay qapti. Gazetda shuningdan boshqa gap yo'q", dedi Tillaxon achchiq bilan yerga birni tukirib. "Qandaq mushtiman qichvatamda?" dedi Pashaxonmi ukisiga ma'nilik qarab turib. Tillaxonning chiroyiga darrov kulgi yugurdi. U aksiga qarab kulib aytdi. "Joylamdiq?" Pashaxon o'rnidan turib, derazaning oldiga bordi. Birdan sukut turgandan keyin ukisiga burilib qarab beshini langishdi. "Atiga yo'lga chiqayli." Tillaxon bu gapni anglab qo'yishligida o'ng mushtini so'l alqiniga birini urg'unicha "Yashab ket aka" deb to'g'ilib etdi. Әтігенде ular балалардан birini өйге muhim qarg'il qo'yib, qolgan to'tini jambozlik sariga yo'lga solib o'tgandan keyin safar lozimatliklarini ko'tirishib, uzun yo'lliq bekatga qarab menib ketishdi. Avtobusda uda 4 kun yo'l yurib, havosi sap, eriqlarda suvlari uzilmay eqib turadigan go'zal bir yurtga yetib keldi. Ular Avat shahri ichidagi bir hojining shaxsiy mehmonxonasiga tushib, shu yerda bir hafta turib qoldi. Bu bir hafta ichida ular Burhanbek degan bu katta bayning qo'rosi yanlarida cho'gilab, uning ahvolini egalladi. Burhanbekning otasi aslida Rossiya bilan Turkmaniston o'rtasida eqib yurib savdo qiladigan rusparast kishi bo'lib, Burhanbek uning to'qal xotinidan bo'lgan bolasi edi. U boshlang'ich va to'liqsizni Rossiyada o'qib, ruslarning orasida cho'ng bo'lg'achqa, ruslarning tili va madaniyatiga puxta edi. U o'zidagi bu ortiqchiliklardan foydalanib, savdo sohasiga qadam qo'ygandan keyin orqa-orqadan muvaffaqiyatlarga erishib, necha yil ichida ko'zga ko'ringan cho'ng boyga aylanib qolgan edi. U ishni dastlabda teri savdosidan boshlagan bo'lib, hozirga kelganda har xil kan rodillari savdosini qilyotdi. O'zining shaxsiy 5-6 cho'ng keni bor bo'lib, ertadan kechgacha ruslarning yalig'ini yalab, tijorat qilg'achqa yurt mahallidagilar uni ancha yaxshi ko'rmaydi. Uning katta qo'rosidan doim rus amaldorlarining oyog'i uzilmaydi.
Cuma gün ətigəndə quyosh texi ufuqdan ko'tarilmasda bir jup yosh at qetilgan bir mapini haydab Burhan Begning darvozasi oldida to'xtadi. Türkmen yigit mapi darvoza oldidagi bir to'riga bog'lab qo'yib, darvozani kuch bilan qaqdi. Hayvatlik yo'g'on darvozaning ko'rkam yuzida chaplanganiga 3 kun bo'lgan Vladimirning tutish buyrug'imi shu peti turadi. Darvoza ochildi. Uy xizmatchisi ularni orqa o'ylidiki, hashamatlik mehmonxonaga boshlab qo'yib, Burhan Begni uyg'otqil chiqib ketdi. Begim, bir rus amaldor o'zlarini izlab kelibdi. Orqa o'ylida saqlab qoldi, dedi yashangan uy xizmatchisi Burhan Begning o'jirsining oldida beshini tuvan qilib. Buncha atigan kelgan kimken o? Dedi Burhan Beg xushyoqmagan holda esnab turib. Moskva saqchi ministerligidan keldim deydi. Muhim ish borkan. Nima? Moskvadan keldim? Tez bo'l, kiyimlarimni tayyorla. Burhan Beg o'rnidan aldirab qopib, mehmonlik kiyimini kiyishga boshladi. Nimishqa tezroq demaysan? Moskvani bilamsan sen? Burhan Beg kiyimlarini kiyib bo'lib, mehmonxonaga ushqandek yugurdi. U mehmonxonaga kirganda kresloda qaltis pozor bir rus yigit yenidagi turkman yigit bilan paranglashib o'tiradi. Hey, yurtishim kapta emasmi? Xabar topgan bo'lsam, oldingizga o'zim aql chiqatdim, dedi 50 yoshlardagi xamsemiz Burhan Beg o'lchamlik rus tilida Moskva saqchi ministerligidan kelgan mehmonga xushomad qilib, uning qo'lini sunib. Mehmon takabburlik bilan Burhan Begga qo'lini uzatmay, udulli gap boshladi. Burhan Beg degan sizmi? Dedi ko'zoynak taqib olgan yosh rus amaldor Burhan Begni ko'zga ilmagandek qilib. Ha, men shu boshliq, dedi Burhan Beg uning talaffuzidan uning cho'ng bir amaldor ekanligidan gumon qilib. Xizmatchilaringizga ayting, yarim soatgacha bu yerga yo'limisin. O'ylingizga insijin kirmisin. Darvozani taqang. Sizga yetkazadigan jiddiy ish bor. Ma'qul boshliq, dedi Burhan Beg peshonasiga terini surtib. Hey Ahmadjon, darvozani taqang, hech kimni kirgizmang. Bu uygimi hech qaysinglar kirmanglar. Xizmatchi uydan chiqib ketib, darvoza tarafga ketdi. Rus amaldor yenidagi turkman bolaga ishorat qildi. Turkman bola berib tamtirib qolgan Burhan Begni amaldorning oldidagi sofaga taklif qilib, uni o'ltirg'izgandan keyin berib derazaning pardalarini bir yonga surib, gunga mehmonxonani aptapdek yo'ritdi. Atiganki quyosh nuri derazalardan teshib o'tib, mehmonxonadagi Iron gilamlarda julalanmoqda edi. Rus amaldor ko'zoynagini elib etib, qo'lidagi turkmancha ham ruscha gazetdan 2 parchani Burhan Begning oldiga tashladi. Burhan Beg o'zining rus tiliga puxta ekanligini ko'rsatib qo'yish uchun ruscha gazetni qo'liga oldi. "Qani, gazetning bosh betiga qarang, nimalar yozilibdi?" dedi rus amaldor Burhan Begga buyruq qilib. "Ko'rdim boshliq. Vladimirning tutish buyrug'i ekan", dedi Burhan Beg gazetdan ko'zini uzmay. "Siz Vladimirga qanday qaraysiz?" dedi amaldor Burhan Begdan ko'zini uzmay qarab. "Hey, u ablahning ishini burundan anglaganman", dedi Burhan Beg qo'lidagi gazetni oldidagi qangizaklar tizilgan ustalga tashlab qo'yib, rus amaldoriga xushomad qilgan holda. "Tutish buyrug'ini tek qaysi kuni uyimning darvozasiga chaplab qo'yibdi ekan. Har qaysinglarga moslashish uchun uni elib etmadim. Uchirtib qolsam, u davlat xoini sizlarga shaksiz tutib beraman. Siz uni uchirtib qolsangiz tuniy olamsiz." "Albatta tuniyman. Qarang, uning chechi seriq, o'ng mag'zida kichik xal bor ekan. Suratimi ko'zimga pishib ketdi dama boshliq. Gap yo'q, tunib olaman." Burhan Begning yuragi biroz oromga tushgandek bo'ldi. "Undaqda men qarab beqing, nimani his qila oladingiz?" Tuyuqsiz so'ralgan bu savoldan Burhan Beg gangirab qoldi. U oldidagi rus amaldoriga qarashdan qo'rqib qoldi. Chunki Burhan Begga oldidagi bu amaldorning o'ng yuzida xal bordek, chech seriqdek bilingan edi. Burhan Beg g'ayratga kelib, beshini ko'tarib oldidagi rus amaldoriga qaradi. "Ah Xudo,
Uning oldida vahshiy qotil Vladimir turadi. Burhanbekni titrak bosdi. "Bu Burhanbek degan it. Meni tunimadingmi?" Vladimir qattiq g'azab bilan varqirab, yenidagi tapanchani qo'liga oldi. "Menga rahim qiling. Bir qo'sh qinimdan keching." Burhanbek sofadan tushib, tizlanib yig'lashga boshladi. "Ballalarim kichik, menga rahim qiling. Nima lozim bo'lsa shuni beray. Menga rahim qiling, hurmatli Vladimir apandi. Meni nima chaqlab qolding? Men tilamchima?" Vladimir Burhanbekning yuziga birni tükürdü. "Ayta, hozir qo'lingda Nahbaning gapini qil. Yolg'on aytsang, Naganimning ko'zi yo'q. Meningdan tush kechib qo'ydi. Bo'ladi, men aytay." Burhanbek yuzidagi tupukni yengi bilan surtib, yenida Nahbar bayliqni aytishga boshladi. "Bir sanduq ziqchi oltin, bir chamdan naq pul. Hozircha bari shu ekan. Qog'ini bankada Vladimir apandi. Itning bolasi, men shu ikki talni menga qarashliqmi? Mendan og'rinma." Vladimir shundoq deginicha o'rnidan turib tapanchasini batlab Burhanbekning oltin tishi bilan to'lgan og'ziga kapladi. Burhanbekning yuragi qipidan chiqib ketay deb qoldi. U yig'lig'inicha "Men qog'inni day" deb varqirab ketdi. Tillaxonni kulgi tutib olgan edi. Tillaxon chandurmay gap qistirdi. "Hey Burhanbek, Vladimir apandi sizning uyingizda nima borligini bilmay kelganmidi? Sizga jon lozimmi yoki yeningizdagi boyliqmi? Sizga shunimi deb qo'yay? Vladimir apandiga odam o'ldirish qushqochning bo'ynini uzgandekli bir ish. Men buni necha qitim o'z ko'zim bilan ko'rgan. Menday, menga rahim qilinglar. Amsa birni qoldirmay ayt. Mening vaqtim qis," dedi Vladimir qo'lidagi tapanchani Burhanbekning og'zidan elib. "Uyda ziqcha oltin 2 sanduq, naq pul 3 chamdan, yana ozroq olmos bor." Bu qitim Burhanbek rost gap qilgan edi. Vladimir uningga buyruq qildi. "Hozir uyingda necha xizmatching bor?" 3 xizmatchi bor apandim. "Sen mush yerda turib ularga ayt. Menga lozimliklarni uyning oldidagi mapiga bossin. Biri kam bo'lib qolsa, kallangni yanchiyman. Bildingmi?" "Men tushundim Vladimir apandi." Burhanbek ko'zidagi yoshlarni alqinida surtib, dastigan gilamga putlashqanicha dariza tubiga berib, dariza tubidagi xizmatchilarga varqirdi. "Ahmadjon, hay Ahmadjon." Uy xizmatchilari mehmonxonadagi katta mehmonlarga qandoq tayyorlik qilish to'g'risida uchi bir yerga kelib gudung'ishib turadi. Yoshli cho'ng Ahmadjon Burhanbekning o'zini chaqirganligini anglab yugurib keldi. "Mav oshqushni og'in. Hujramdagi to'mir karvatning ostidagi narsalarning hammani eshik oldidagi mapiga to'liq besib beringlar. Boshqalar yordamlashsin." Xizmatchi oshqushni elib chiqib ketdi. Tillaxon uning keynidan ergashdi. Degandek Burhanbekning karvati nayit cho'ng puxta yasalgan bir to'mir sandiqning o'zi edi. Xizmatchi karvatning yuzidagi gilamni o'rib, yondagi qulpini ochib, karvatning ustini yuzini ochdi. Darvaqa karvatning ichida yog'och sandiqdan 2si, xurum chamdondan 3i, ondan kichik bir sandiqcha turadi. Tillaxon uy xizmatchisini sirtqa chiqarib etib, xurum chamdonning og'zini ochib, ichidagi narsalarni tekshirdi. Chamdonning ichida rostilla teza yangi pul bilan to'lgan edi. Tillaxon bilan uy xizmatchisi yog'och sandiqni ko'tara olmadi. Shuning bilan Tillaxon chiqib darvozani ochtirib, mapini ho'ylaga akirgach, qolgan 2 yosh xizmatchini uyga boshlab akirdi. Bu qitim to'ti bir bo'lib, yog'och sandiqni karvatning ichidan aram taslikda ko'tarib mapiga bosdi. Hamma narsalarni to'liq besib bo'lgandan keyin Tillaxon yugurib kirib Vladimirga beshini langshatdi. "Burhanbek degan qo'tur it." Vladimir o'rnidan turib Burhanbekka varqirdi. "Qiningdan ketsam kechay. Lekin xizmatchilaringga ayt, haftigacha uyga yo'limisin. Uyingda hafta panolanaman. Hozirli yo'qolsin, tushundingmi?"
Ma'qul hurmatlik Vladimir әпәнди, deginingіздek bo'lsin, dedi Burhanbek jinining soqqolg'ini xush bo'lib. Ahmadjon, bu yoqqa kel. Ahmadjon egilginicha mehmonga kirib keldi. Haftigacha hammanglar uyinglarda damib turinglar. Xonimg'im aytib qo'y, otasinikida turib tursin. Oldiga o'zim boraman. Hozirlik qaytib ketanglar. Burhanbek o'zining chiroyli ayolining va o'maq bolalarining bu vahshiy qotilning yanida turishini asla xohlamaydi. Xizmatchi oshqushni Burhanbekka sunib berib, ta'zim qilgan oldi mehmonxonadan chiqib ketib, o'ylada ish qilayotgan ikkalanga Burhanbekning buyrug'ini yetkazdi. Ularmı nima ish bo'lganligini bilolmay, Ahmadjonning deganidek qo'radan darhol chiqib ketdi. Burhanbekning hashamatli saroyida faqat 3 aylali qolgan edi. Vladimir qo'rqib chiroyida jon qolmagan Burhanbekka vaqirdi. Berib dunyolaringni yushuga yerni men ko'rsat. Burhanbek dir-dir titrganicha ularni agashtirib hujrasiga boshlab chiqdi. Temir karvatning ichi qop-quruq turadi. Vladimir Tillaxonga ishorat qildi. Tillaxon boshda deyishib olgani bo'yicha tayyorlab olgan arg'amchisi bilan uning put-qo'lini ching bog'ladi. Vladimir yondagi yig'ilgan tovar durdundan itilgan yotqan ko'pidan bir ikkini karvatning sanduqiga yeyib soldi. Ondan Burhanbekni ichtirgunicha karvatning cho'ng sanduqiga yotqizdi. Burhanbek sanduqning ichida so'ngaya yetib, yig'lab yalvorishga boshladi. Vladimir әпәнди, men xush bo'lib qolay. Mening kichik bolalarim bor. Mening bir qo'shiq qinimdan kessangiz. Kam bo'lib qolgan bo'lsa, men yana tayyor qilay. Burhanbek bu qitim Vladimir o'lchamlik turkmen tilida vaqirdi. Sen turkmenlarning yuzini to'kding. Zalim ruslarning orasidan chiqmay, o'zingning nafs uchun vijdon g'ururingni bir yoqqa qayriding. Aytqina, vatan uchun, millating uchun, dining uchun kurash qilganlarning ushoq bolasi yo'qmidi? Ularning ota-onasi, ayol singillari yo'qmidi? Ularning issiq uyi yo'qmidi? Ular kimni deb jang qildi? Yigitlarimizdan 30 nechisi zalim ruslarning qo'lida tog'da ochliqdan, sovuqdan qiynab o'ldirildi. Aksi sen bir turkman turib nimalarni qilding? Sening bu boyliqingni sana kim bergan? Bu boyliqni sen mush xalqing bermagan bo'lsa, ruslar sana osmondan pul tashlab beramdi? Aytqina qiri munofiq. Xalqingga yuz kelalamsan. Shehid bo'lgan ash qarindoshlaringga yuz kelalamsan. Ko'ch-ko'ylardagi yetim bo'lgan ash bolalarga yuz kelalamsan. Men ezibdiman. Meni shayton ozdiribdi. Og'zingni yum iflos munofiq. Sana o'limni ozliq qiladi. Pashaxon shundoq deginicha qattiq g'azablanib, yondagi yostiqdan birini elib, Burhanbekning yuziga besib turib, tapanchaning uchini yostiqning ichiga mixtig'inicha tapanchadan bir pay o'q uzdi. Tapancha maxmal yostiqqa qadilib etilg'achqa, o'q ovozimi bu hujra uyining sirtiga cho'zib chiqmagan edi. O'qmu Burhanbekning og'zidan kirib, udul mengsiga chiqib ketgachga bir pay bilanla g'ing qilishga ulgurmay jon taslim qilgan edi. Qo'ymi yaxshi qilding, aka. Endi buning boyliqi bizning o'ylaganimizdan jiq chiqib qoldi. Keyingi qadamni qandoq bosamiz? Dedi Tillaxon aksiga tasalli berib, gapning temisini yo'tkab. Asli bu itning ushoq bolalarini o'ylab, qinidan kechaymi deb o'ylagan. Qarasam shehidlarimizga yuz kelmaydi ekanmiz. Bugun buni qo'yib etsak, at ruslarning katmini chapadigan munofiqlardan yana nechisi chiqqudak. Shunga buni xalqqa ibrat qilish kerak ekan. Bu bo'ldi, aka. Endi biz haftaga xotirjam yurimiz. Qolgan gapni yo'lda deyishayli. Ular karvatning yuzini asildagidek holatga akilib yepib qo'yib, boyliq besilgan mapini haydagunicha darvozaning teshidan quluplab Burhanbekning qo'rusidan ayrilishdi. Ular shu mang'inicha oltinlarning eg'irligini ko'tarolmay, kamera etilgan mapini haydab bir o'staqning bo'yiga yetib keldi.
Vladimir chechidagi seriq bo'yoqni eqin suvda yuyib chiqarib etib, asildagi Pashaxon holatiga qaytdi. Ondan ular shaharga yaqin bir musofirlar mazarini surishti qilib, shu yerdagi go'r ko'lg'uvchilarga yuqori haq berib, bir o'ranliq ko'latdi. O'ran shamga qolmay bitib bo'ldi. Ular kechda asma chiroqdan foydalanib, insi jin yo'q bu mazarliqqa 2 sandiq qiziqcha oltinni noyit taslikda az-ozdan yo'tkab, hiliqi o'ringa dafn qildi. Xaritlarga atab yasatgan salasunga turkmencha atam Ali Shayxning yotgan yeri jannatda bo'lg'ay degan jumlani pichoqda o'yib chiqdi. Salasunni qabrga moslashtirib qo'ygandan keyin mazarliqdan ayrildi. Әтісі әтігенде ular qaytish yo'lida kutilmagan ishlarning yuz berib qolishining oldini olish uchun shahardagi koni uy jabduqlarini sotadigan do'kondan cho'ng bir koni yog'och sandiqni sotib oldi. Xarit ustamga deb sandiqning ich yuziga mos keladigan bir yog'och taxtayni yasatqizib, chamdondagi pullar bilan olmoslarning hammani sandiqning ostiga ratlik tizib chiqqandan keyin taxtayni tizilgan pullarning yuziga yepib, yondan mixlab etdi. Ondan sandiqning bo'sh yeriga bozordan zig'i, zag'un setib olib, sandiqni liqladi. Mana mushunda qilib, ular tushga qolmay avtobus bilan bu shahardan ayrilib, 4 kunda o'z yurti Ostonaga bexatar yetib keldi. Munofiq Burxonbek o'ldirilib, haftadan keyin uning uyiga xotin bolalari va uy xizmatchilari paydo bo'ldi. Ular o'yladagi sesiqchilikdan tinolmay, oxiri Burxonbekning sesib ketgan jasadini temir karvatning ichidan topdi. Yurt mahalla bu xush xabarni quloqdan quloqqa yetkazdi. Butun Turkmaniston bu xushalliqdan og'zini yo'gab turib kulishdi. Ruslar bo'lsa, Levini tishlab, Vladimir degan ablahni izlashni texmi kuchaytirib etdi. Ular Ostonaga yetib kelganda shaharning vaziyati intayin jiddiylashib ketgan bo'lib, ular bu pullarni koni yog'och sanduqqa zig'i zag'unning ostiga qachilab nayt yaxshi qilgan edi. Chunki yo'l bo'yi tekshirilmagan sanduq shahar kirganda nayt tafsiliy tekshirilayotdi. Pashaxon shaharda vaziyatning bunday chang bo'lib ketishining sababini bekatda birsidan andin tushundi. Aslida shaharningovat go'zal ko'chalaridan biri bo'lgan Ruslar ko'chasiga 3 kunning oldida o't ketib, o't vaqtida o'chirilmay, butun ko'cha kuyib, xarobaga aylanib ketgan edi. Kuyib ketgan mol-mulk haddi hisobsiz bo'lib, necha yuzlagan katta hashamatlik uylar, necha yuzlagan do'konlar bu qitimliq rayimsiz o't yolg'onining ichida kuyib, kul bo'lib ketgan edi. Soqchi taraf buning sababini dastlabki qadamda inqilob, vatanning birligiga qarshi turg'uchi millatcha razil kuchlar degan xulosaga kelgan edi. Shu sababli shahardagi barliq turkman ommasi soqchilarning nazaridagi razil kuchlarga aylanib qelyotdi. Ular kechga yaqin uyga sog'-salomat yetib keldi. Balalar 2 kundan beri mashq maydoniga borolmay uyda qapsilib o'ltirib, zerikib qolgandek qiladi. Ular Pashaxon bilan Tillaxonni ko'rib boshqacha xushal bo'ldi. Lekin Zerek Pashaxon balalarning ko'zlaridan azroq bir normalsizlikni sezib qoldi. Balalar o'zlarining ota-onalaridan bir ishni yushirayotgandek qiladi. Oqshimi yotar chog'da Pashaxon ukisi bilan paranglashib uningga bir gapni aytdi. Sen his qildingmi? Nima deysan aka? Balalarning ko'zlaridan bir nimani bayqamadingmi? Men diqqat qilmabdiman, dedi Tillaxon akasining savolidan ajablanib. Qarasam, dedi Pashaxon ulug' kichikdan yetib Tillaxonga o'rilib qarab. Balalar ko'zlarini mendan elib qochayotgandek qiladi. Gaplarimni toza qo'llashmagandek. Bular ish qilib mendan bir nimani yushiryotdi. Men hech nimani bilmadim. Yoki ularning chiniqish maydoniga bog'isi yo'qmidi? Mendan norozi bo'lyaptam degandim. Undaq o'ylab ketmay aka, dedi Tillaxon akasiga tasalli berib. Ular sendan bek rozi. Men necha qitim ularning har qitimliq duosida sening ismingni ataydiganligini anglab qoldim. Bu balalar yetim bo'lgani bilan bag'ri bek yumshoq, bek aqlli. Oq qorini mendan bekroq farq etadi. Hargiz undaq o'ylama.
aytqanlaringga to'g'ri ukam. Balalarning ziyrakligini obdan bilaman. Lekin sen bulardan bir gap elib baq. Ish qilib, ko'nglim bir nimani tuyibla turadi. To'xta, yoki bo'lmasa, men hozir chiqib ularning orasidagi kulgunchak Aysabekdan bir ahvol egallab baqayman. Mayli, shundoq qilayli bo'lmasa. Kecha uyqum qochadigandak turdi. Ularning uyqusini buzamizmi endi? Hech qis yo'q aka. Men hozirla qaytib kiraman. Tillaxon uxlash kiyimi bilan yotqandan sug'urilib chiqib ketdi. U mehmonxonada uxlayotgan Aysabekni chaqirdi. Balalar tek uxlamgan edi. Aysabek o'rnidan turib, Tillaxonga ergishib, o'ylig'i chiqdi. Aysabek, yura, kaptarxonaga chiqamiz, dedi Tillaxon oldida shotining baldig'iga dasab. Ular kaptarxonaning oldidagi kuzda oftob isinishga qo'yib qo'ygan cho'ng karvatga kelib o'ltirdi. Bulutsiz osmondagi yulduzlar bir-biridan bastalashgandek jilva qilishyotdi. Aysabek, dedi Tillaxon uning qo'lini tutib turib. Akam u sizlardan og'rinib qolgandek turdi. U yelini sizlarning gapinglarni qilib shundoq azoblanib ketdi. U sizlarga bekla amroq. Buni sizlar obdan bilasizlar. Uning deyishicha sizlar bir ishni uningdan qochirayotgan o'xshaysizlar. Menga rost gapingni aytqina, aranglarda nima ish bo'ldi? Aka, bu bolalar, ular Aysabek tupukni yutib gachilishishga boshladi. Men sizdan gap yushirmayman aka. Lekin bolalar bilan hech kimga demaymiz deyishgan shu. Aysabek, dedi Tillaxon uning gapini anglab kulib ketib. Akamni o'ylab qo'y. U qachon sizlarga achchiqlangan? U bu kecha yaxshi uxlayolmasa, ertaligi og'rib qolsa, biz qanday qilamiz? Endi rostini ayta. Bizga demagidek nima ishdi u? Amsa, sana dey aka. Bolalarga o'zing bir nima dersan, dedi Aysabek kallasini qashlab turib. Qaysi kuni mashq maydonidagi muallim biz bolalarni o'zaro musobaqaga solgan edi. Biz uyan-buyan bo'lib, oxir rus bolalar bilan hal qilg'ish musobaqaga tushib qoldik. O ruslarning haqiqatan karomati bor ekan. Birsi hammamizni yengib, bizni yerga qartishga boshladi. Navbat bizning oramizdagi Hasanbayga kelganda biz ko'zimizni yumib o'ltirdik. Chunki Hasanbayni senmi bilsan, u odatda bek yuvosh edi. Kim bilsin, yuvoshning mungizi ichidikan emasmi? Hayt-huyt degicha eliqi rus itni yerga choplab qo'ydi. Hammamiz bu g'albini tabriklab uyga menish yo'lida ruslar ko'chining oldidan o'tib ketib-vassaq, bu rus itni yengilganiga tanbamay bir muncha bolalarni yig'ib oldimizni to'sib oldi. Shuning bilan ikki taraf bo'lib tutishib ketdik. Kurusga kelgan turkmen bolalardan bir munchasi biz tarafda turdi. Biz ularni raso selavatdik. Tuyuqsiz bu itning bolalari avib ketdi. Qarasak, ularning akillaridan boshlab dadasigacha maydonga tushibdi. Hammasining qo'lida kaltak. Ko'zni yumib ochqicha ular bizni kaltak bilan dumbalab qo'polmas qilyapti. Bir chaq bo'lganda amonlik saqlag'uchi degan bir nimalar keptikan. Ular kaltak tutqanlarini tutish u yoqda tursin, texi ularga yon besib bizning qo'limizga ko'y selyotdi. Ahvolni tushundirsak, gapimizni anglamay og'zimizga miltiqning payniki bilan urdi. Saqchi degan nimalar ulardan o'ta usal nimalar ekan. Ular bizni opirib yana bo'ldi degicha urdi. Ondan yo'lga selavatdi. Yegan tayiqimiz o'zimizning bo'ldi. Kechdi biz uyga kelib bu achchiqni yutammadik. Shuning bilan atsi degina atsning bo'ldi, dedi Tillaxon ishning oyog'ini anglag'isi kelib. Atsi, dedi Aysabek gipining oyog'ini kulib davomlashtirib. Ats kunduzi biz kaltakning og'riqiga chidab ruslar ko'chisini obdan kuzatdik. U yerdagi do'kon saroylarni, hashamat dachilarni birma-bir ko'rib chiqdik. Ularning bizdan gumon qilib solmaslik uchun biz bir haftani chidab o'tkazdik.
3 kunning oldida tun yerim bo'lganda bashimiz ruslar ko'chasiga bordik. Aldı bilan ularning suv turbisining manbini aytib etdik. Ularning bosh turbini echib samaslik uchun temir kesish harisi bilan bosh turbining cho'riydigan yumloq qulog'ini tuvidan kesib etdik. Shuning bilan bu ko'chaning barliq suvi etildi. Ondan shaharlik o't o'chirish mashinasining bu ko'chaga kirishining oldini olish uchun ko'chalardagi telefon simining bosh kallasini topdik. Uy do'konlardan chiqqan telefon simlarining hammasi yig'ilib ko'chaning shimoliy bir tuvriga yig'iladi ekan. Birimiz shu tuvriga yamishib chiqib, oldin tayyorlab olgan temir kesadigan qaychi bilan simlarning hammani kesib chiqdik. Shuning bilan ular o't o'chirish idorasi bilan aloqalasholmaydigan bo'ldi. Ikkinchi ishni texmo puxta qilish uchun ko'chaning kirish og'zidagi qator ketgan sugatlikni kesib yo'lga yotqizib etdik. U cho'ng sugatlarni kesishda maylamchilik tijorat qilgandagi oyliqimiz shundoqla batdi degina. Uningga motorliq yog'och kesish shaharsidan ikkini setib olgan edik. Yarim soatga qolmay uningdan foydalanib, bilimdek sugatdan 5-6 ni yo'lga o'rib etdik. Amonlik saqlag'uch degan nimalarmi shaklkan. Her kechisi shahar aylandigan shu kechisi shuncha ovoz chiqarib daraxt kessak birsimi kep qo'ymadi. Shuning bilan kunduzi ep qo'ygan bir ton benzinni qo'l arvasiga besib, ruslar ko'chasining o'tirisiga akirib, bashimiz 5 chilakda do'konlarning oldiga bo'lib to'kdik. Sarangini yoqqandaklik qilib edik, osmon palak o't birdamning ichida ko'chaning u beshidan bu beshigacha g'ukrab tutishib ketdi. Bizmi o'tning ichidan aran jinimizni elib qochdik. Kim bilsin bu o't degan narsaning yomonligini. Biz do'konlarga o't qo'ydik deb o'ylabdik. Әдісі келіп қарсақ, bu o't do'konlarga tutash bo'lgan keyingi ruslarning turalg'i uylariga bakroq tutishib ketibdi. Anlasak, bu ko'chaga yaqin yerdagi aholilar bu o't yalqinni ko'rib, o't o'chirish idorasiga telefon qilib ekan, ular bu telefonni nayt kechikib anglag'achqa bu yerga kelib, sugat daraxtlarini yo'tkab bo'g'icha o't buningga saqlayolmabdi. Bo'lgan ishlar mushu aka. Voy xudoyim, shundoqmi tavakkülchilik qilgan bormi amdi? Dedi Tullaxon peshonasini tutib. Bu gapsiz ballarning qilgan ishidan hang-tang qilib, beshini ikki yonga chayqadi. Saqchilar sizlarni izlamagandi? Izdidi. Ular jambozlik sariyga beribdikan, hammamizni yig'ib, bu o't qo'yish ishining shamasini anglab qolsanglar, bizga xabar qilinglar. Nayt kat suyunchi beramiz dedi shu. Shunda qilib, sizlar bu ishni bizdan yushirmoqchi bo'lganmi? Dedi Tullaxon. Ha, biz bu gapni ikkinglarga demas bo'lgan. Navoda bu gap qaysimizning og'zidan chiqib qolsa, shu to'ng'iz bo'ldigan bo'lgan. Mana chataqning cho'ng'i chiqdi aka. Endi ballarga nim deyman. Buni degining yaxshi bo'ldi. Cho'ng chataqning oldini olish uchun har qanday ishni akamizdan yushirmasligimiz kerak. Esingda bo'lsin. Yettimizning puti bir o'tikda ukam. Sana tekkan tayoq hammamizga tegidi. Hamma ishda akam Pashaxonning og'ziga qarayli. U bo'sh odam emas, bildingmi? Ular shundoq deyishib o'g'zidan tushdi. Aysobek yotiqqa kirib ketdi. Tullaxon kulib peshonasini tutqunicha Pashaxonning yeniga kirib keldi. Ha, qandoq ukam yangilik bormi? Dedi Pashaxon chiroqni yondirib, ukasining kulib kirganini ko'rib. Chiroqni o'chira aka, gapning qizig'i amdi chiqdi. Pashaxon tokni o'chirdi. Tullaxon akasining quloqiga og'zini yaqin ekilib, burun chiqqan quloqdan keyin chiqqan munguz eshib ketibdi degandek bir ish bo'pti aka, dedi. Ruslar ko'chasidagi o'tni bu kasopatlar qo'yib yetibdi emasmi? Apla mau ishni amdi, dedi Pashaxonni alqini bilan peshonasiga bir urib. Ko'nglimga shundoq bir kelib edi, lekin bundoq cho'ng ish bularning qo'lidan kelmas deb o'ylabdiman. Nimsin deysan aka? Ko'zga ilmagan cho'maq qanshani yeribdi deb tehi hammani anglamading. Tullaxon Aysobekdan anglagan butun tafsilotlarni akasiga birma-bir aytib berdi. Bu gaplarni anglagan Pashaxon oxirida kulib ketib, "Bo'pti. Bularmi cho'ng bo'pti? O'qigan kitoblari bekorga ketmabdi.
Әмді bundan keyin әрекетімізге бұларны mı qatnaştıraylı? Hazırdan başlap yürge qatsun. Akıqı hikayelən ballarının bu qitimliq ot qoyuş әрекетideki zerek hem batırlıqqa qayıl bulup, uzunğacha hayacanlanıp uxlayamadı. Tün yerimdən aşqanda, andın köngli xoşalda uxlap gelişdi.